Assalomu alaykum aka. Navbatdagi mebellarimizni bitirib berdik. Xudo xolasa spalni komplektimiz. Tomishkalarimizga keladigan bo'lsak, tortmalatib ishlab berganmiz. Spalnimiz yumshoqqina tovarlardan, yoqimli tovarlardan ishlab berdik. Bosh ucumuz noodatiy uslubda ishlayapmiz. Qalin masalkalardan qo'yib, matrasimiz ortopedik matras. Klientimizni o'zlari oldi, zakaz berib, oyoq ucunda sofa etib berganmiz. Birdan qalin masalkalardan qo'yib berganmiz. Shkafimizga keladigan bo'lsak, ikki yonboshi kiyim asadon, o'rta bo'lakimiz polka etib berganmiz. Eshiklarni oyna qo'yib, bunda chesterimiz shkafni yeni bilan etib berganmiz chesterimizdan. Trimomizga keladigan bo'lsak, tortmalatib oynalarni ovallatib ishlab berdik. Vakuumli roliklar original. Pufigam ovalli. Bunda arjamizni kattagina etib ishlab berganmiz. Mebelimiz yoqqan bo'lsa, bir like'larni bosib beramiz.